Azamat ol. Stolni nechta ish kerak? 1050 ta ish kerak, ko'rasan? Xo'p. Bitta shiringina loyiha tayyorlab kelgin. Usta bor, qandoq? Og'zingizga yangoq. Xolmurod, nima qilyapsan? O'ynayman. Bor uyga o'ynaysan. Usta bu, xafa bo'lishmasin, ertadan bizni uyga o'taverasiz ishga. Yo, Jalajon. Endi 50 ming dollar pul bersangiz ham biz uyingizga ishlamaymiz. Usta bu avans. Yo'q-e? Oldindan. Ha. Azamat bo'ldi. Narsalarni yig'ishtirgin, ertadan bu kishi to'ylarga ishlaymiz. Choy po'lat qilaylik. Gap tamom, всё. Usta bu zakazchi. Bu zakaz ko'tarib olgan-ku biz. Har kun 2 soat qilib ketaveramiz. Bilinmaydi. Ko'tar bu ishni, ketdik. Yig'ishtir. Usta bu, mana shu yerda tekislab, chiroyli qilib stashka qilib berishingiz kerak. Tamom. Bu ishlar bizga cho't emas. Chirpiraq qilib onasini emdirib tashlaymiz. Pulidan xavotir olmang. Aniqmi? Aniq. 50 xalta sement, 50 xalta albastr. Ha, albastr.